Assalomu alaykum, qadrli abituriyentlar va ularning ota-onalari. Bugun sizlar bilan meditsina haqida hozir gaplashmoqchimiz va ularning yo'nalishlari haqida. Texnik yoki gumanitar emas, meditsina bo'yicha. Hop, yo'nalishlardan 5 ta asosiy yo'nalishlar bor. Birinchisi bu stomatologiya, ikkinchisi farmatsevtika, uchinchisi pediatriya, to'rtinchisi davolash ishi va beshinchisi sestrinskiy delo yo medbra yo medsestra. Bu yerda endi skoriy pomощьda ishlamoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz shu medbrat yoki medsestra bo'ladi. Hop, keling unda stomatologiyadan boshlaymiz. Stomatologiya fakultetiga o'qishga kirganingizdan keyin siz kim bo'lib ishlab chiqa olasiz? Bu hammaga ma'lum, stomatolog tish davolash yoki texnik bo'lib chiqsangiz bo'ladi. Endi stomatologiyaga sizlarga maslahat bergan bo'lardik. Endi kattaroq shaharlarning universitetlariga o'qishga kirishlik, chunki u yerda уже hamma narsa bilan jihozlangan, oxirgi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. O'sha hisobga praktikali yaxshi bo'ladi. Bu yerda oddiy domlalar dars bermaydi, hamma dotsent, professor, diplomlar ham shunga yarasha международный. Yaxshi tarafi o'qish 5 yilgacha bo'ladi. Bu sohani tugatganlaringdan keyin o'zlaring даже отдельный stomatologiya ochib, shu yerda ish olib bo'lsalaring bo'ladi yoki davlat ishlarida ishlasalaring bo'ladi. Oldin ham stomatologiya yaxshi topgan, hozir ham yaxshi. U постоянно bu ishga потребность bor bu sohaga. Keyingi yo'nalishimiz bu davolash ishi. Ham tilda buni dispart deb aytishadi. Hop, bu sohaga siz o'qishga kirsangiz agar, ko'pchilik bilsa kerak, xirurg, главный vrach bo'lasiz. Endi shu operatsiyalar bilan shug'ullanasiz. Bu sohaga ham sizlarga maslahat bergan bo'lib, kattaroq shaharlar universitetlarga o'qishga kirishlaringni, например, как Moskva oblast yoki Питер oblastiga kirsalaring bo'ladi. Yaxshi tarafi bu sohaga endi byudjet joylari ko'proq, stomatologiyaga qaraganda, shuning uchun hozir ham qabulimiz bor. Lekin o'zi aslida shu stomatologiya yoki davolash ishi sohasiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan odamlar oldinroq harakat qilishni boshlaydi. Tam 1 yildan oldin yoki 6 oy, 5 oy oldin boshlaydi, chunki o'zi meditsinada joylari cheklangan endi. Boshqacha gumanitar yoki texnik fanlarga qaraganda. Shuning uchun biz sizlarga maslahat bergan bo'lardik. Agar qiziqsalaringiz shu sohaga bizga aloqaga chiqib, o'sha o'qishga kirishing. Hop, keyingi fakultetimiz bu pediatriya. Siz bu sohaga o'qishga kirsangiz, endi ko'proq bolalar bilan ishlaysiz, bolalarni davolash bilan. Chunki bolalar shu tug'ilgandan boshlab to'g'ri bo'lguncha sizni maslahatingiz bilan yoki sizni retseptingiz bilan dori berishadi yoki boshqa narsa qilishadi. Agar siz bolalarga qiziqsangiz, agar davolash kerak boshqa narsaga, shu sohaga kirganingiz ma'qulroq. Oilaviy shifokor bo'lasiz. To'g'riroq aytganda, bu sohaga ham byudjet joylari ko'p. Endi bu sohaga ham kattaroq shaharlarga o'qishlarga maslahat beramiz, chunki bola rivojlangan, hamma narsa bor. Endi praktikaga borib, siz po faktu shu ishlarni qilasiz. Domlar ham yaxshi bo'ladi, boshqa shaharlarni aytmoqchi emas, yomon deb, prosta u yerda siz o'zingizga kerakli praktika olmasingiz mumkin. O'shandan kelib chiqib, to'g'ri universitetni tanlash ham birinchi o'rinda turadi meditsinada. Hop, keyingi yo'nalishimiz bu farmatsevtika. Bu sohani bitirganlar, o'zi ham ko'pchiliklar yaxshi bilsa kerak, birinchi o'rinda hamma ko'zga shu apteka ko'rinadi, dorixona ochish. Dorixona ochish hammaning ham qo'ldan kelmaydi, chunki bu do'kon emas, faqatgina davlat universitetini bitirgan farmatsevtlar ochishi mumkin. Yaxshi tarafi, bu sohani bitirganingizdan keyin hech qachon siz bo'sh qolib ketmaysiz. Yo dori o'ylab topasiz yoki uni sotasiz. Hamma butun dunyoda dorilar bir xil. Shuning uchun xoh O'zbekistonda, xoh boshqa davlatga borsangiz ham o'sha narsalar o'zingizni sohangiz bo'yicha ishlab keta olasizga bo'ladi. Hop, va oxirgi yo'nalishimiz bu sestrinskiy delo. Bu yerda o'qishni bitirib chiqqaningizdan keyin nima bo'lasiz? Medsestra yoki medbrat. Buni qulaylik taraflaridan biri faqatgina ochni o'qolmayman desangiz agar, uni zaochni yoki bechanisi ham mavjud. O'qishni tezroq tugatasiz, nisbatan qolgan yo'nalishlarga qaraganda. Lekin shu tez tibbiy yordamga ishlasangiz bo'ladi bu sohani tugatganingizdan keyin, chunki pediatriyani tugatib sohaga ishlashmaydi. Shuning uchun siz shu tez yordamga ishlasangiz bo'ladi. Sestrinskiy deloni tugatib, to'g'ri. Do'stlar, yana bitta narsa, agar sizni o'zingiz yoki sizni farzandingiz meditsinaga o'qishga kirmoqchi bo'lsa, agar kimyo biologiyadan
yoki rus tilini bilishlar o'rtasida ozroq muammosi bor deb o'ylasangiz agar yoki ozroq qani o'zingizga samimiy bo'lsa agar biz sizlarga maslahat bergan bo'lardik подготовительный kursga kirib tayyorlov kursiga o'shani bir yil o'rganib keyin birinchi kursga borishingiz chunki ertaga o'qishni bitirganingizdan keyin sizga bir kishi bitta insonni misol uchun hayotingiz ishonib topshiriladi agar qanaqadir xato qilib qo'ysangiz agar ertaga qimmatga tushishi mumkin o'shaning uchun birinchi подготовительный kursdan o'tib keyin o'qishga kirsangiz ham bo'ladi подготовительный kursda nima bo'ladi u yerda ham o'qisangiz ochlikda o'qish bo'ladi haftada 3 marta 4 marta ximiya biologiya rus tilidan dars o'tishadi sizlarga mana shu birinchi kursga tayyorlashadi keyin birinchi kursga o'qishga kirganingizdan keyin nisbatan o'qishingiz ham osonroq bo'ladi agar birinchi kurs oson bo'lsa sizga qiziq bo'lib qolgan kurslarni ham bemalol tugatasiz iloji boricha mediklar xato qilishga haqqi yo'q o'shaning uchun o'zlaringga ko'proq optik yig'ib olasizlar o'qishga kirish masalasi bo'yicha bizga уже qabulimiz ochilgan meditsinaga nisbatan qolgan narsaga nisbatan ancha oldin ochilgan va byudjet yoki kontrakt asosida o'sha bolalar o'qishni topshiryapti chunki sizlarga maslahat berardik tezda o'rganib qolishlaring chunki katta shaharlarda imенно joylar yetmay qoladi ko'pchilikda yozni o'rtasiga kelsangiz joy bo'ladi lekin boshqa shaharlarga o'shani hisobiga agar siz подготовительный kursga ulgurmagan bo'lsangiz biz siz sразу universitetga o'qishga kirgizib qo'ya olamiz